Erkabulan qaydasan? Erkabulan! Men seni qochirib qo'yaman xuddi shunday qilib. Ey, musulmonchilikda odamni urish mumkin emas. Birovni balasini tayimga olib nima qilaman urib? Biri boshqasini do'pposlab o'larcha kaltaklab bo'lib, diniy terminlar bilan Allohu akbar deb baqirishlari esa na aqlga va na naqlga to'g'ri keladi. Yurtimizga kirib kelgan ushbu sport turining, xususan Oktagon liga nomi ostidagi sportchilardan ko'ra masxarabozlari ko'p bo'lgan bunday ligalarning zarari koronavirusning ziyonidan ham ko'proq bo'lmoqda. Bunday ligalarning maqsadi sportni targ'ib qilishdan ko'ra ko'proq xalqimiz azal-azaldan harom deb e'tiqod qilgan qimorni rivojlantirishga hamda turli xil millat vakillarini bir-biriga qayrashga qaratilgan. Millatparastlikka chaqiruvlar esa achinarli holat. Uka sen qozog'i bilan gaplash, men tojik bilan gaplashaman. Uka sen qozog'i bilan gaplash, men tojik bilan gaplashaman. MMA to'liq nomi Mixed Martial Arts, ya'ni turli jang san'atlari aralashgan sport turi degan ma'noni anglatadi. Dasturimizning bu galgi sonida avval ta'kidlaganimizdek, sport sohasining, xususan MMAning yurtimizga va xalqimizga bera oladigan qisman manfaatlari va ulkan zararlarini xolisona ko'rib chiqamiz. Barchaga ma'lum bo'lganidek, tanganing ham ikkita tarafi bor. Zero har qanday aqlli insonning tabiati foyda va ziyonni taqqoslaydi. Sport bilan muntazam shug'ullanish shubhasiz insonni tetik va sog'lom bo'lishiga olib keladi. Bu tavsiyalarga o'zimiz ham amal qilib turamiz. Bundan tashqari qaysidir sport sohasida yuksak darajalarga yetgan yurtdoshlarimiz vatanimizni shu sohalarda dunyoga tanitishlari ham mumkin. Misol uchun futbolchilarimiz futbol sohasida, bokschilarimiz esa boks sohasida. Lekin bularning yurtimizni jahonga tanitishlaridan xalqimizga va vatanimizga qanchalik foyda keladi? Bir nechta sportchilar bayrog'imizni yuqori ko'tarishlari bilan xalqimiz boyib qoladimi? Yoki bugungi kunda butun jahon ko'z o'ngida Eronni bombalab norasida go'daklarning o'limiga sabab bo'layotgan Amerika va Isroil yoki O'rta Osiyoni xususiy mulk qilishga urinadigan Xitoy va Rossiya bizdan qo'rqib qoladimi? Bu sportchilarga sarflanayotgan mablag'lar esa yuqori darajada. Olimpiada o'yinlaridagi birgina g'alaba uchun 100-200 ming dollarlab pul mukofotlari, hashamatli uy, qimmatbaho mashinalar, bu ham yetmaganidek davlat muassasalaridan sezilarli lavozimlar berilishi. Taqqoslab ko'rsak, Germaniyada o'tkazilgan Butunjahon til olimpiadasida birinchi o'rinni olgan o'zbek qizimizga taqdirlash tariqasida maishiy texnika vositalari berilgan. IT tanlovida g'alaba qozongan o'quvchiga esa Udinitel, ya'ni tok uzaytirgich sovg'a qilingani ko'pchilikning yodida bo'lsa kerak. Gapimiz biroz cho'zildi. Asli mavzu MMA haqida edi. Lekin MMA ham sport turiga kirgani sababli masalaning asli mohiyati qayerdaligini anglatishni istadik. Ushbu sport turi ko'pchilikka ma'lum bo'lganidek juda ham tajovuzkor hisoblanib, janglarda oyoq yoki qo'l sinishi, bosh qismining yorilishi, hatto sportchilarning o'lim holatlari ham kuzatiladi. Yurtimizga kirib kelgan ushbu sport turining, xususan Oktagon liga nomi ostidagi sportchilardan ko'ra masxarabozlari ko'p bo'lgan bunday ligalarning zarari koronavirusning ziyonidan ham ko'proq bo'lmoqda. Bunday ligalarning maqsadi sportni targ'ib qilishdan ko'ra ko'proq xalqimiz azal-azaldan harom deb e'tiqod qilgan qimorni rivojlantirishga hamda turli xil millat vakillarini bir-biriga qayrashga qaratilgan. Millatparastlikka chaqiruvlar esa achinarli holat. Do'stlar, men o'zbekni bolasini urishni xohlamayman. Men o'zbekni bolasi uni uyda yig'lashini xohlamasdan jimgina qozoq bilan, tojik bilan, qirg'iz bilan urushib yuraman. Men shu yo'lni tanladim. Uka sen qozog'i bilan gaplash, men tojik bilan gaplashaman. Biri qosh, boshqasi esa ko'z bo'lgan millatdoshlarimizning bir-birlariga bo'lar bo'lmas chaqiruvlar tashlashlari ko'ngilni xira qiladi. So'nggi yillarda internet tarmoqlarida, xususan Instagram orqali sportchilarning bir-birlariga bachgani, ko'ngilni ozdiradigan darajadagi chaqiruvlari juda ham ko'payib ketdi. Erkabulan! Erkabulan qaydasan? Skoroboy, Goltukamni o'zi sen bilan gaplashadi. Erki bilan aqli ham kuchi ham yetadi. O'zaro raqib, lekin millati, dini bir bo'lgan yigitlarimizning biri boshqasini do'pposlab o'larcha kaltaklab bo'lib, diniy terminlar bilan Allohu akbar deb baqirishlari esa na aqlga va na naqlga to'g'ri keladi. Xullas, gapirsak gap ko'p. Bu MMA balosi keltirayotgan ziyon virusnikidan ham ko'proq bo'lmoqda. Qolaversa, ayol qizlarimizning qafasi ichida halloslab el u yurtga tomosha bo'lib urishishlari hamda jang oxirida o'rtaga chiqadigan ikki a'zosidan boshqa har yeri ochiq yarim yalang'och qizlar, shu va bundan boshqa qanchadan qancha uyatli na o'zbekchilikka
na musulmonchilikka to'g'ri keladigan holatlar bor. Bularni gapirish uchun esa qattiq til kerak. Keling aziz yurtdoshim, biz yoritayotgan bu mavzuga xolisona nazar tashlab, o'z tarafimizni va fikrimizni ajratib olaylik. O'ylaymizki, na biz va na biror bir yurtdoshimiz sport bilan shug'ullanishga qarshi emasmiz. Xususan, bugungi kunda dunyo boshqaruvi tobora o'rmon qonunlariga aylanib borayotgan bu zamonda kuchli va baquvvat bo'lish juda ham muhim hisoblanadi. Lekin biz xavotirlanayotgan holat shuki, yoshlarimiz ilm olib, o'zlarini va vatanimizni ijtimoiy, iqtisodiy, harbiy hamda boshqa muhim sohalarda rivojlantirish o'rniga o'sha qadimgi Rim imperiyasidagi mashhur Kolizeyda insonlarni asl muammolaridan chalg'itish uchun o'rtaga tashlanadigan gladiatorlarga o'xshab qolishmasmikin? Zero bugun juda ko'p narsalar tubdan o'zgarib, vatan sarhadlari, millat boyliklari bilakdagi kuch bilan emas, balki o'tkir aql, to'g'ri siyosat va bularning jamlanmasidan paydo bo'ladigan harbiy quvvat bilan himoya qilinmoqda. Sizchi, siz bu fikrimizga qo'shilasizmi?